Ayniqsa baqlajon qovurilgandan keyin uni hidlari juda bir studiyani tortib ketadi-yu, lekin bunda muammo yo'q. Mana hozir chap tarafga qarasak, Nargiz opam mana shunday qilib haqiqiy uy bekaliklarini isbotlamoqchilar. Men sizlarga hozir mo'jiza ko'rsatmoqchiman. Ko'raylik shu mo'jizani. Ertalabdan mo'jizaga qandaysiz endi, Mansur aka? Bir g'alati ishlar qilib yuribsizlar. O'zingizga yarashmagan ishlarni qilib yuribsizmi? Yo'q, nimaga yarashmagan? Men ham bu ishni qilaman uyda. Endi qarang. Ha. Mana Qishki narsalarni olib qo'yamiz maza qilib. Qishki narsalarni olib qo'yamiz. Endi olib qo'yganda ham qanaqa olib qo'yamiz? Ixcham qilib, nima deydi, ko'p joy egallamasligi uchun mana shunday qopchalar bor. Bu mana shu nima deydi, chang yutgichimizni o'zi bilan birgalikda xarid qilinish imkoniyati bor. Agar kimda xohish bo'lsa, qiziqish bo'lsa, mana chang yutgichni, mana bunaqa qopchalarimizni joyi bor, teshikchasiga to'g'irlab turib, hozir birinchi yoqib olamiz. 1 2 ketdi. Ana. Gap yo'q. Yostiq ham yo'q. Bir paslik. Ushbu Mana plisosni yopib juda ham qo'yamiz. ko'p qulayliklari bor. Mana buncha joyi egallamaydi-da, ozginagina joyi egallab qo'yadi. Bu nafaqat chang yutgich, buni funksiyasi juda ham ko'p deb, biz har dasturimizda aytib o'tamiz. Bugungi kundagi o'sha opa singillarimizga har tomonlama qulaylik yaratib berish uchun bu o'ylab topilgan shunaqa ko'p funksiyali chang yutgich o'rtoqlar. Tavsiya etib qolamiz.